Klinikaning litsenziyasi bor yoki yo'qligini atigi 1 daqiqa ichida o'zingiz tekshirib olishingiz mumkinligini bilasizmi? Hozir men sizga buni qanday tekshirish mumkinligini ko'rsatib beraman. Buning uchun men telefonimdan yoki kompyuterimdan internet brauzeriga kirib olishim kerak bo'ladi. Misol uchun mana Google Chrome internet brauzeriga kirib oldim va qidiruv oynaga birinchi navbatda men org.info deb yozaman. org.info deb yozganimdan keyin albatta qidirish tugmasini bir marta bosaman va menga saytlar chiqib keladi. Chiqqan saytlar orasida birinchisiga kiramiz. org.info.uz. Kirdim. Kirib olganimdan keyin endi men bormoqchi bo'lgan klinikamni rostdan ham litsenziyasi bormi yo'qligini tekshirib olishligim uchun mana shu org.info saytidan men o'sha klinikani stil raqamini olishim kerak bo'ladi. Va mana shu qidiruv oynasiga o'sha tibbiyot muassasasini yuridik nomini kiritishim kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda kiritib ko'ramiz. Xo'p, kiritganimdan keyin qidiruv oynasini, qidiruv tugmasini bosaman va bu yerdan mana men qidirgan tibbiyot muassasasi nomi chiqib keldi va ustiga bir marta bosaman. Bosganimdan keyin bizga mana ININI raqamini chiqarib beradi. Stil raqamini bundan nusxa olaman. Nusxa olganimdan keyin endi men brauzerimda yangi oyna ochib, endi license.go.uz deb yozaman. Va menga birinchi sayt chiqib keladi. license.go.uz saytiga kirib olamiz va kirib olganimizdan keyin bosh sahifadan register bo'limiga o'tib olamiz. Va endi turli xil bo'limlar bor. Bu bo'limdan biz o'zimiz keraklilarini filtrlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda hujjat turi. Menga hozirgi holatda xabar qoldirish yoki guvohnoma xulosa kerak emas, menga litsenziya kerak. Shuning uchun litsenziyani tanlab olaman, izlash tugmasini bosaman va endi qaysi tashkilotning litsenziyasi kerak deydiganiga stirdan albatta boyagi nusxalab olgan stir raqamimizni kiritamiz va izlash tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizga o'sha tibbiyot muassasasining haqiqatan ham litsenziyasi borligini tasdiqlovchi bo'lim ochiladi. Xo'p, 3 ta litsenziya bor ekan, ikkitasi nofaol holatda, bittasi faol holatda ekan. Endi bularga e'tibor bermaymiz. Bular muddati tugagan yoki amaldagi litsenziyasiga yangi o'zgartirish kiritilganligi hisobiga bular faol holatdan chiqarilgan. Mana eng oxirgisi galchka bilan tasdiqlanib turibdi. Litsenziya hali muddati o'tmagan va amalda faol holatda ko'rsatib turibdi. Endi bu tibbiyot muassasasida qaysi xizmat turlariga ruxsat berilgan, litsenziyada qanaqa ko'rsak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, albatta mana shu joyda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bir marta bosadigan bo'lsak, bizda mana xizmat turlarini ham to'laqonlicha ko'rsatib beradi. Siz tibbiy xizmatidan foydalanmoqchi bo'lgan klinika qonuniy faoliyat yurityaptimi? Bunga ishonch hosil qilishlik uchun albatta litsenziyasini tekshirib ko'ring va natijasini izohlarda yozib qoldiring. Unutmang, litsenziya bemor xavfsizligi va sifatli tibbiy xizmatning muhim asoslaridan biri hisoblanadi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. Qaytgancha ushbu video yaqinlaringiz uchun ham foydali bo'lishligi aniq. Shu sababli ularga ham ushbu videoni yuborib qo'ying.